Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, YouTube kuzatuvchilari. Mana Tojikistonga yuk olib ketadi deb KAMAZ kelgan. Mana KAMAZ. Mana Muhiddin akamiz bo'ladi. Shofyor. Jukning klasi 90 rubl aka-ukalar. Любой jukni olib ketadi Tojikistonga. Adresimiz Moskovskiy oblast. Rayon Istra rayonda. Xo'sh, любой jugingizni olib ketadi. O'zida dastavkasi bor. Qayerdan Moskovskiy oblastmi, qayerdan bo'lsangiz telefon qilasiz, olib ket yukimni deb dastavka o'zi borib olib keladi. Moyda mashin, katta mashin, traktor, любой narsangizni olib keladi. Aka-ukalar, mana 3 kun bo'lgan kelganiga bir 2 tonna, 3 tonna yuk olibdi. Любой narsangizni ortib ketadi. Mana ko'rib turibsizlar. Like bosib tarqatib qo'yingizlar aka-ukalar. Moyda mashinda adresingizni taylaysiz, borib kelib yugingizni olib keladi. 90 rubl narxi, shart-usqobada ham hamma joyga Tojikiston.